Xayrli kech aziz obunachilar, Kamina Javlonbek Olimovich Sankt-Peterburg shahridan O'zbekistongacha bo'layotgan video sayohatimizning 17-kuni kechqirdi azizlar. Va mana qaranglar, kim qayerga yetdi deganlar M7 yo'nalishi bo'yicha harakatlanib mana Daraxo'y rayoniga yetib keldim azizlar. Mana havo bulut. Mashina o'tib ketyapti. Aziz obunachilar, kuzatuvchilar, Kamina Javlonbek Olimovich Sankt-Peterburg shahridan O'zbekistongacha bo'layotgan velo sayohatimizning 17-kuni azizlar, xuddi mana shu zapravkada, xuddi mana shu joyda o'z yakunini topdi azizlar. Nega kech qo'yildi video va boshqa deyotganlar, Nijniy Novgorodni so'rayotganlar, Nijniy Novgorodga 44 kilometr qoldi azizlar. Bugun sal ko'proq yurdim. Sababi yo'lda hech qanaqa bir tunab qoladigan joy yoki boshqa narsa ko'rinmadi. O'shanga ikki tomon o'rmon. Yaqincha yurib kelishga harakat qildim va yetib keldim azizlar. Adashmasam 100 kilometrdan ko'proq yurildi bugun. Hammangizga kattakon rahmat, duo qilib turganlar, qo'llab-quvvatlab turganlar. Birgalikda uddalamiz, xudo xolasa Nijniy Novgorodga 44 kilometr qoldi azizlar. Ertaga xudo xolasa Nijniy Novgorodga borib velikni bir texot qildirib, velikni bir remont qilamiz. Xudo xolasa hammasi yaxshi ko'rib turganlaringizga sog'-omonman. Ertalab ko'rishguncha sog'-omon. Hammaga xayrli tun. Shu bilan birga o'zimga ham to'g'risini aytsam charchadim bugun. Ertaga ertalab Xudo xolasa yana yo'lga chiqamiz azizlar. Hammaga xayrli tun. Kattakon rahmat. Mana shu palatkani so'raganlar yo'lda. Qanaqa palatka? Oddiy palatka shu. Ichida yopinib yotadigan narsalar pulli shu zapravkada. Hammaga kattakon rahmat. Qochoqni qulflab qo'ydim.